Shu 750 mingdan bitib chiqdi shu. Ha, Ishdan bo'lgan eng pul variant. Quvurg'alari ham, lislari ham eng baquvvatidan. 1-3 lisli bu ham. Bliskilarni ham ko'rib olishaveradi aka. Ko'chib ketdi, netib ketdi bo'lmaydi xudo xolasa. Hammasini xudo xolasa qo'ldan kelgancha sababini qilib qo'yamiz bu darvozalarni. Mana bu kalitkasiga. Rangi ham chiroyli chiqqan, gullari ham o'ziga mos tushgan akalar. Odamda aksi bemalol ko'rinadi. Nejinki ham yupqa bir pishib ketganda emas. Hammasi qalin sifatli materiallar. Nejinkalarigacha aka. Biron kamchilik bo'lsa, bepul berib qilamiz. Shunday aka. Yo'qsa pul sanashadi, xullas qilaman aka. Qanday kelsak shunday qilib olib borib beramiz. Sizni nomingizdan chiqsanglar aka. Darvoza misol uchun qancha bo'lsa 500 ming o'tib beraman. Umumiy chiqqan puldan 500 ming o'tib beraman. Sizni nomingizdan Elyor akam bu kanaldan ko'ryapman desa 10 million darvoza bo'lsa 9,5 million qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalarimiz, assalomu alaykum. Bizni chet eldan kuzatib borayotgan vatandoshlarimiz, barchalaringizni kanalimizda ko'p ko'rganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa darvoza narxlari bilan bugun tanishib o'tamiz. E'tibor qilamiz, yangi materiallarimiz kuni kecha kelib tushdi akalar. Mana bu tomonda ham anchagina bor. Yangidan yangi fasonda darvozalarimiz yana tayyorlanishni boshlaydi akalar. Xudo xolasa yangi yilimizni ham boshlab oldik. Bu tomonda ham mana akalar bir qator terilgan, tashqarida ham kam darvoza qolgan. Yangi yildan oldin chunki hammasi egalariga borib o'rnatilgan, shuni hisobiga tayyor darvozalar kam qolgan akalar. Xudo xolasa mana yangitdan xudo xolasa akalarimiz yana yasashni boshlayapti. Ekranda nomerlarni qoldiraman akalar. Hozir ma'lumotlar berib o'tamiz. Boricha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Kanalga layklarni bosib. Bizni kuzatayotgan aziz obunachilar, mana navbatdagi darvozalarimiz tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa buni bir bitirish jarayonlarini, bitish, kraskani oldingi holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Shtampovka Elyor aka, mana shu gulam yangi chiqdi. Bir qavatli shtampovka variantlari bu. Bu tozalanadi. Bu bitgan cho'rnoy holati tozalashda zang-pang hech narsa qolmaydi. Buni yuvib chiqiladi hali. Ishi bor buni aka, xudo xolasa. Saroyli siyladi shuni. 2026 trendga chiqadi xudo xolasa. Mana do'stlar, turishlarigacha e'tibor qilamiz. Reklamalarga ham hali chiqazamiz, ko'rishadi. Bir qavatli. Mana shpagulovkada holati. Hali kraskaga tayyor bo'lmadi bu ham. Xuddi narg'inday holatda edi bu ham. Tozalangan mana. Bu tozalangan. Shpagulovkaga tozalangan bu. Hali kraskaga yana ishlovlari bor buni. High-tech fason bu. Hibrid deyiladi, Dubai high-tech bo'ladi. Nejinkalari ham bor buni. Bular hozir u bilan bu narxi bir xil. Ko'rinish o'zgarmaydi. Har bitta pechat bir qavatlimizda 600 mingdan 800 minggacha chiqadi degan gapimiz aka. Bu quvurg'a, oltiga to'llar. Bu yupqalashadi xolos. Ko'rinishi o'zgarmaydi. 600 minglikni ham, 700-800 liklarni ham. Yupqa qalin bo'ladi xolos. Shunda farqi bor buni. Hammaga nasib qilsin akalar. Layklarni bosib qo'yamiz. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Xolasa yangi yuklarimiz keldi. Endi yuklarimizni olib kelib oldik. Xudo xolasa endi boshlaymiz mana. Yangilik list hamma yo'g'imiz bor mana. Har xil listlardan olib kelib qo'yganmiz. Kimga qaysi list yoqadigan bo'lsa, shunday qilib beraveramiz xudo xolasa. Tovarlarimiz ham shu vaqa. Xudo xolasa temirdan muammoyimiz yo'q endi. Mana do'stlar, buyurtmani olamiz, qilaveramiz. Mana bu tomonda ham boshda ko'rsatdik. Xudo xolasa yangi yuklarimiz keldi. Yangidan yangi darvozalarimiz yasab chiqarib bo'ladi akalar. Xolasa aloqa qilib ko'rasiz. Qala ikkilik listlarimizni ham olib kelib qo'yamiz. Hamma yo'qimiz tayyor xudo xolasa. Muammosi yo'q darvozalar. Mana listlarimiz ikkilik. Xizmatlar 12 o'layotgan xudo xolasa. Hammasiga bor aka. O'lchov olish, o'rnatib berishda muammosi yo'q. Bag'da bitayotgan darvozalarimiz bor. Ana saroylisimizda nalishkasi bor buni. Ha, bu yo'lda tayyor bo'layotgan bu nalishkasi. Razmerlari kichkina aka. Ko'rinishini katta ettirish uchun nalishka qilsa bo'ladi. Chiroyli chiqadi. Ko'chadan tarafdan qaraganda kichkina darvoza emas, bahaybatli darvoza bo'lib chiqaradi bu. Nalishkalari bor. Har doimgidek tagi shivillar aka. Qanday kelishsak ham, kelishmasak ham tagini shivillar qilib beramiz. Mana bag'da bitayotgan darvozalarimiz. Mayli ham kraskadan chiqqani bor bitta. Ranglar ajoyib chiqdi. Shikolant bo'ldi. Xudo xolasa kraskalarga ham garanti. Bir qavatli darvozalarimiz. Nech puldan dedik pulini? Shu 750 mingdan bitib chiqdi shu.
Ha. Ishdan ko'pgan eng pul variant. Quvurg'alari ham, lislari ham eng baquvvatidan. Birinchi lissi bu ham. Biliskilarni ham ko'rib olishaveradi aka. Ko'chib ketdi, netib ketdi bo'lmaydi xudo xolasa. Hammasini xudo xolasa qo'ldan kelgancha sababini qilib qo'yamiz bu darvozalar. Mana bu kalitkasiga. Rangi ham chiroyli chiqqan, gullari ham o'ziga mos tushgan akalar. Xohlagan fasonlar tanlasangiz bo'ladi. Pulda o'zgarish bo'lmaydi, ha? Shunday Kelishtirib beraveramiz. kelishtirib beramiz hammasini. Xudo xolasa. Bu darvozamiz ham mana tayyor bo'ldi. Qayta gibrid fason bu. Rejenkali hamma yo'g'i bitta xudo xolasa egasiga o'rnatqani ketyapmiz. Bu darvozamiz Nagorniga boradi, Ilar aka. Sizlar tarafga qishloqingizga boradi. Rejenkalari ham hamma yo'g'i tayyor bo'ldi, xudo xolasa. O'zimizni Nurobod tumani Mirbuloq shaharchamizga akalar, xudo xolasa mana darvozamiz tayyor bo'lgan. Rejenkalar ham qo'radan bo'ldi. Odamda aksi bemalol ko'rinadi. Rejenka ham yupqa bir qiyshib ketganda emas, hammasi qalin sifatli materiallar. Rejenkalarigacha aka. Tayyor xudo xolasa borib bugun egalariga topshirib, duolarni olib kelamiz. Buni pulini aytdik-a? Buni kvadrati 750 mingdan chiqqan. Ha, 750. 700 mingdan ham chiqazib beraman. Yupqa bo'lmaydi. Qalinda bo'lgani bu ham. Sababi rejenkasi bor aka. Rejenkasi, rejenkani o'rniga qora kirasa sabab bersam 700 mingdan qilib beraveraman. Ishda olsa, salafanlari ojuza yana ham chiroyli ko'rsatadi. Mana shu turgan o'qda hammasini tagidan rejenka chiqadi. Mana do'stlar, hammaga nasib Sizga sifatlariga o'zlari baho berishaveradi. Do'stlar, ko'rib baho beraverasiz, kelishilgan narxlarda Ilerus kanalda. Bundan oldin ham videolarni qo'yib borganmiz. Katta sentral yo'l yoqasi turibmiz akalar. Bu yog'i Kattaqo'rg'on, Navoiy Buxoro Kattaqo'rg'on Ustixon sentrdan chiqib Halqabod mahallasiga kelaveramiz akalar. Bu yog'i Samarqand Toshkent yo'llarini ketish yo'ldamiz. Katta sentral yo'l yoqasidamiz. Kelamiz, ish jarayonlari bilan ko'rib olaveramiz akalar. Kelishilgan narxlarda. Xizmatlar 12 viloyatga aloqa chiqaramiz ekrandan nomerlarga. Ilerus obunachilarga kelishtirib beraveramiz, ha? Hammalarga kelishtirib beramiz. Xudo xolasa bulardan kelishuv qanday kelishsak shunday kutib olish. Boshqa xizmat yo'q bo'ladi. Almatorasiga o'zim olib borib maktabga beraman. Hamma yo'q o'zimiz ichimizda. Bular kelishamiz, borib joylarni o'lchaymiz, ish sifatini kutib oladilar. Bo'ldi, shunday. Biror kamchilik bo'lsa, yo'qmasa bo'lmaydi. Erishmay qo'yishadi. Ha, biror kamchilik bo'lsa, bepul berib kelamiz. Shunday aka. Yo'qsa pul sanashadi, xullas qilam aka. Qanday kelishsak shunday qilib olib borib beramiz. Mana do'stlar, aloqa chiqaramiz. Ustaga katta rahmat. Charchamang, salomat aka, telefon qilishaveradi bemalol. Ishlaringizga omad. Mana ustakalarimiz sovuq kunlarga qaramasdan ish jarayonlari olib borilyapti. Aloqa chiqaramiz akalar. Ilerus kanalida aytib o'tganmiz. Sizni nomingizdan chiqsanglar aka. Darvoza misol uchun qancha bo'lsa 500 ming o'tib beraman. Umumiy chiqqan puldan 500 ming o'tib beraman. Sizni nomingizdan Iler akam bu kanaldan ko'ryapman deysa 10 million darvoza bo'lsa 9,5 million qilib beraman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar shunday kelishadi 500 ming o'tib beraveraman. Gazini bosamiz akalar, mana sizlarga ajoyib imkoniyatlar. Layklarni bosib qo'yamiz. Xudo xolasa mana shunday darvozalar hammaga nasib qilsin. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.